Avtomobilni u manzildan bu manzilga eltuvchi vosita emas, balki ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lish uchun tomosha quroliga aylantirib, ommani haqli e'tiroziga sabab bo'lgan tasvirdagi shaxs topilib, ma'muriy javobgarlikka tortildi. Ma'lum bo'lishicha, 2007-yilda Toshloq tumanida tug'ilgan ushbu fuqaro onasiga tegishli bo'lgan Malibu rusumli avtomobilni boshqarib, ijtimoiy tarmoqlarga video kontent tayyorlash uchun bir necha bor Marg'ilon va Farg'ona shahar ko'chalarida transport vositasini davlat raqamini atay tashlab qarama-qarshi yo'nalishlarga o'tib qaltis harakatlarni sodir qilgan va ushbu harakatlari tasvirlangan videolarni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan. Yaxshiyamki, ushbu harakatlar oqibatida yo'l transport hodisasi kelib chiqmadi. Inson hayoti va salomatligini xavf ostiga qo'yib tomosha ko'rsatgan ushbu shaxs qo'lga olinib, avtomobili jarima maydoniga joylashtirildi. Nomerlarini eshitdik, mashinani o'zim pravam yo'q, haydovchilik guvohnomam yo'q, qilgan ishimdan afsusdaman. Qarama-qarshi yo'nalishlarga chiqib drift qildim. Instagramga video olish uchun bu ishimni afsusdaman. Takrorlanmaydi. Hech kimga tavsiya bermayman bunday yurishda. Mana shunday holatni sodir bo'lishida albatta yigitchani yaqinlarining ham hissasi bor. Farzandini haydovchilik guvohnomasiga ega emasligini bila turib, unga kalitni bergan onaning fikrlarini eshitamiz. Men bu e'tibor qolganligim sababli shu farzandim sho'xlik qilib, mashinani ko'chalarda shunday videolarga olib, o'zini yonidagi o'rtoqlar bilan birgalikda xavfli yurishganini ko'rdim. O'zimni bolamni ham, boshqa insonlarning ham hayoti xavf ostida qolganligini tushunib yetdim men. Be'tibor bo'lib qolibman, qarovsiz bo'lib qolibman. Haqiqatda aybim bor meni. Qayta bu ish takrorlanmaydi. Bolamni qattiq nazorat ostiga olaman. Bundan tashqari, yuqoridagi huquqbuzarni tanishi bo'lgan mana bu avtomobilni boshqargan shaxs hali voyaga yetmagan. Guvohnomani aytmay qo'ya qoling. U ham transport vositasini boshqarib, bu ham yetmagandek migalka, ya'ni miltirovchi mayoqchalarni qonunga zid ravishda o'rnatib olgan. Yoshim 17da mashinadamki, o'sha o'rtoqlarimga qiziqib, bezovta qilib ko'chada yurgandan bu ishni qilishdan maqsad Instagramga подписчика olib, просмотр yig'ishdi. Qilgan ishimdan afsusdaman. Boshqa qaytarilmaydi. Yuqoridagi har ikki holat yuzasidan ma'muriy tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy qaror qabul qilishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudiga yuborildi. Xulosani o'zingizga qoldiramiz. Ogoh bo'ling.